Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida Copy signal va manba AI signalni tekshirib ko'ramiz. Demak, sizlarga bundan oldingi videoda Pocket Option interfeysi degan videomizda bu ikkala bo'limni ham ko'rsatib o'tgandim. Bugun rostdan ham bu bo'limdan foyda qilsa bo'ladimi, yo'qmi, shuni ko'rsatib boraman. Demak, kopirovat signal bo'limidan 5 ta signal kopirovka qilamiz va AI trading bo'limidan biz 5 ta signal qabul qilamiz, ya'ni 5 ta signal olamiz va ko'rishingiz mumkin balansimizda $328 bor va oxirida shuni biz qancha foyda qildik, dohod qildik sizlar bilan videoni oxirida ko'rib chiqamiz. Kelinglar biz $10 dan emas, $5 dan сделкаlar ochamiz. Birinchi bo'lib mana bu AI tradingdagi analizni ko'ramiz. Ya'ni birinchi signalni olish uchun shu tugmani ustiga bir marta bossak bizga avtomatik signal ochib beradi. Demak, ko'rib turganingizdek 15 sekundlik signal ochibdi va bizga adashmasam tepaga ochib berdi. Ko'rib turganingizdek tepaga ochib bergan ekan va 3 sekund qoldi сделкamiz yopilishiga va oxirgi soniyalarda ko'rib turganingizdek bu analiz bizga plusga yopilib berdi. Aytib o'tganimdek, balansimizda $328 bor edi. Hozir biz 5 ta signal olamiz va qancha foyda yoki zarar qilamiz, shuni sizlar bilan hisoblab chiqamiz. Demak, yana bir marta AI trading tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek endi bizga pastga qarab сделка ochib berdi va bu сделкasi 30 soniyalik ekan. сделка bo'limiga kirsangiz, сделка yopilishiga 20 soniya qoldi. Xuddi shu tariqa olsanglar ham bo'ladi. Keyingi bizani 5 ta signal oladigan bo'limimiz bu mana signalli bo'limi bo'ladi. Bu bo'lim orqali biz mana kopirovka qilib olishimiz mumkin. Unaqa 10 minutlik, 15 minutlik сделкаlar olmaymiz. Bunaqa 1 minut, 2 minutlik maksimum сделкаlar kopirovka qilib biz pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, ko'rib turganingizdek сделка yopilishiga 1 soniya qoldi va bizga AI signal, ikkinchi signali ham ko'rib turganingizdek plusga yopilib berdi va balansimizda $337 bo'ldi. Pashti $9 biz salkam $10 foyda qildik. Kelinglar yana bir marta AI trading tugmasini bosamiz va bizga yana pastga qarab сделка ochib berdi. Menimcha bu сделкasi minusga yopiladi. сделкamiz yopilishiga 9 soniya qoldi, lekin oxirgi soniyalarda bozor bizga pastga qarab harakatlanib beryapti. Bu AI trading bo'limi shunaqa 1 minutlik, 2 minutlik сделкаlar kam ochib beradi va 3-chi сделкasi ham bizga plusga yopildi. Aslan bu AI trading bo'limi 10 soniya, 15 soniya, 30 soniyagacha ko'proq bizga сделкаlar ochib beradi. Mana shunaqa kichkina time framelarda bu AI tradingga yaxshi analiz qilib beradi. Demak, biz aytib o'tganimizdek 5 ta AI dan 5 ta signal bo'limidan olamiz degandik. Uje 3-chi AI bo'limidagi ko'rib turganingizdek bizga analizi plusga yopildi va balansimizda $342 bo'ldi. Kelinglar mayli sizlarga boshqa valyutning paralariga ham o'tib buni analizi qanaqa bo'lishini ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganingizdek boshqa valyutning pari, bunda ham biz yaxshi pul ishlasak bo'ladi. Kelinglar AI trading tugmasini bosamiz, bizga yana pastga qarab сделка ochib berdi va сделкamiz 30 soniyalik ekan. Hozir sizlar bilan birga natijani ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek biz maksimum liniyasiga kirdik degandim, lekin mana uje bozor tepaga qarab ketyapti. Menimcha AI signal ham bizga 5 tadan bitta bo'lsa ham xato bersa kerak. Lekin mana oxiri 10 soniya qolganda bozor sekin-sekin pastga qarab yurib ketyapti, ya'ni tepaga qarab chiqib keta olmayapti. Tepaga qarab chiqib keta olmadim, demak bozor pastga yurib ketadi deganim. Ko'rib turganingizdek bizga 4-chi signali ham plusga yopildi va balansimizda $346 bo'ldi. 5-chi сделкani ham boshqa valyutning parada ochamiz. Ko'pchilik o'ylashi mumkin bitta valyutning para o'zing bu narsa qilib qo'ygansan deyishing mumkin. Kelinglar mana oxirgisini ham biz boshqa valyutning parada ochamiz. AI trading tugmasini bosamiz, 5 soniyalik сделка ochib berdi. Menimcha pastga ochib berdi va mana oxiri 5-chi сделкasi bizga minusga yopildi va balansimizda ko'rib turganingizdek $341 bo'ldi. Ya'ni o'zingizlar hisoblab olishingiz mumkin biz AI trading orqali qancha foydaga chiqqanimizni. Demak, hozir bizning balansimizda $341 bo'lsa, bundan ayirishimiz kerak $328 va biz AI trading bo'limi orqali $13 foyda qildik. Ya'ni bitta сделкasi minusga yopildi. 4 ta yaxshi signal berdi, bitta bizga slivat bo'lgan сделка berdi. Endi biz kelinglar signalli bo'limiga o'tamiz. Bu yerda mana kopirovat signal tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek bitta mana signalli bo'limidan signal kopirovka qildik. Bu mana pastga ochilgan сделка va сделка yopilishiga 33 soniya bor. Demak, bu bizda birinchi signalli bo'limidan olgan signalimiz. Buni natijasini sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Kelinglar endi vaqti kamroq bo'lgan yana bitta signal kopirovka qilamiz. Demak, bu yerda mana 1 minut qolgan сделка ham bor. Bu ham bizga pastga qarab signal beryapti. Qolganlarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Kelinglar mayli mana bu 1 minut 20 soniya qolganini olamiz. Kopirovat signal tugmasini bossak, hozir bizga mana yana pastga qarab сделка ochildi. Birinchi сделкamiz bizga yana plusga yopildi. 2-1 va ko'rishingiz mumkin $9.60 biz plusga chiqdik. Demak, ikkinchi signalimiz bizga ko'rib turganingizdek yana pastga bo'ldi. Bu yopilishiga hali 1 daqiqa bor.
Kelinglar сделка bo'limiga o'tamiz. 59 soniya bor ekan. Bu tugaguncha biz boshqa valyutniy paraga o'tib, yana boshqasidan ham bitta kopirovka qilib olishga harakat qilamiz. Demak, kopirovat, ya'ni signal bo'limidan biz ikkita signal oldik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana signal tugmasini bosamiz. Signal tugashiga mana 48 soniya bor va bizga tepaga qarab сделка ochilgan. Demak, mana bunda 1 minut 37 sekundda pastga qarab сделка beryapti. Ko'rib turganingizda buni ham o'zingizlarga ma'qulini bemalol kopirovka qilsanglar bo'ladi. Demak, uzoqlashtiramiz. Bizning boyagi valyutamizga qaytsak, bozor qanaqa holatda ketyapti ko'rib turganingizda. Pastga сделка ochgandik, bozor pastga tushib, endi sekin yana tepaga qarab ketyapti. Demak, открытый bo'limiga o'tsak, 16 soniya qoldi bu сделкamiz yopilishiga. Menimcha bu сделкamiz bizga plyusga yopilishi kerak. Chunki bozor hozir soya bilan pastga tushib ketishi kerak. Buni bozor yaqinlashtirib ko'ramiz. Aytib o'tganimdek, сделкamiz yopilishiga 4 soniya qoldi va soya bilan bozor pastga qarab sekin yurib ketyapti. Demak, signalli bo'limidan olgan ikkinchi signalimiz ham bizga plyusga yopildi. Balansimizda $45 bor. Bizning 3-сделкamiz ham plyusga yopildi adashmasam. Hozir buni ko'ramiz. Bu yoq bo'limga o'tsak, mana shu bo'limdan сделка ochgandik, закрытый bo'limiga o'tsak, ko'rib turganingizda bizning bu сделкamiz, ya'ni signalli bo'limidan olgan ikkinchi сделкamiz, bu yerda mana сделка olgandik tepaga, lekin pastga tushib ketgan ekan bozor. Bizning signalli bo'limidan olgan signalimizni birinchisi mana minus bo'ldi. Endi kelinglar yana boshqa valyutniy paraga o'tamiz. Bu yerdan ham signalli bo'limiga o'tamiz va signal kopirovka qilib olishga harakat qilamiz. Demak, kelinglar mana 40 sekundlik signal bor ekan, pastga ochamiz chunki bozor уже pastga qarab sekin yurish kerak. Bu yerda mana tepaga qarab signal ochib qo'ygan. Bu yerda mana vaqtlari katta, bunaqa katta vaqtlarni sizlarga kopirovka qilishni tavsiya etmayman. Kelinglar mana yana bitta сделка pastga qarab beryapti, qolgan сделкаlar bizga tepaga qarab beryapti. Demak, 3 minutlik bor, bu yerda 1 minutlik bor. Bemalol o'zingizlar ko'rib analiz qilib chiqsanglar bo'ladi. Bu сделкamiz ham menimcha minusga yopildi. Biz boshqa valyutniy paraga o'ta qolamiz. Hozir mana shu 3-valyutniy parada yaxshi plyus berayotganda biz 4-valyutniy paraga o'tib ko'ramiz. Bu yerda mana pastga qarab signal bergan. Kelinglar mana shu oxirgisini biz $10 ga kopirovka qilamiz. Endi o'zimizning valyutniy paramizga qaytamiz. Hozir сделка ochgan valyutniy paramizga. U сделкamiz adashmasam bizga minusga yopildi. Hozir signalli bo'limiga o'tsak, bu yerda mana сделка bo'limiga o'tsak, закрытыйga o'tsak, ko'rib turganingizda ikkinchi signalimiz ham bizga minusga yopildi. Endi hozir ochgan сделкamizni ko'rishimiz kerak. Ya'ni biz bu bo'limdan olgan сделкаlarimizni hozir ko'rsatib o'taman. Уже 4 ta сделка oldik, ikkitasi plus, ikkitasi minus bo'ldi. AIda biz 5 ta signal olgandik, 4 tasi bizga plus bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bittasi mana bizga minus bo'ldi. Kechagi videoda o'zimiz tex analiz qilib sizlarga сделка ochib ko'rsatgandik. Bugungi videoda ko'rib turganingizda hech nimani analiz qilmasdan prosta AI trading yoki signalli bo'limidan signallarni kopirovka qilib biz pul ishlashga harakat qildik. Demak, bizning keyingi сделкamiz ham yopilishiga 15 soniya qoldi. Bu сделкamiz ham adashmasam bizga 100% plyusga yopiladi va balansimizga $19.20 keladi. Demak, videoni boshida $328 bor edi. Hozir bizning balansimizda $348 bo'ladi adashmasam. Demak, ko'rishingiz mumkin 340 emas, $350 bo'ldi. Biz sizlar bilan birgalikda hozir hisoblab ko'ramiz bular orqali qancha foyda olganimizni. Demak, $350 dan $328 ayirsak, bizning pribulimiz $22 tashkil qilyapti. Demak, AI trading va ko'rib turganingizda signalli bo'limidan biz analiz qilmasdan tayyor signallarni kopirovka qilib olib ham xuddi shu tariqa pul ishlasak bo'ladi. Kelinglar, mashina biz ko'proq qilib qo'yamiz, yana bitta plyusli сделка bermaguncha biz AI signaldan сделкаlar ochib ketaveramiz. Demak, сделка ochdik, bizga 30 soniyalik pastga qarab сделка ochib berdi. сделка bo'limiga o'tamiz va videoni tezlashtirib natijani kutamiz. Mana ko'rib turganingizda сделкamiz yopilishiga 1 soniya qoldi va bu сделка bizga minusga yopildi. Kelinglar, $10 bilan yana biz AI signal bosamiz, yana bizga pastga сделка berdi va bu сделкasi bizga plyusga yopildi. Balansimizda $354 bo'ldi. Yana bir marta biz $5 dan signal olamiz. Ko'rib turganingizda 10 soniyalik bizga сделка ochib berdi va bunda bizga yana pastga qarab сделка ochib bergan ekan va bu сделкasi bizga yana minusga yopildi. Xuddi shu tariqa martingale strategiyasi bilan ishlaymiz, lekin sizlarga hozir martingale strategiyasini tavsiya etmayman, chunki martingale strategiyasida sizlar balans ilani bittada slivat qilib olishingiz mumkin. Demak, biz
bizani сделкamiz yopilishiga 7 soniya qoldi va tepaga qarab сделка ochib bergandim. Bu сделкasi bizga adashmasam plusga yopildi va уже bizani balansimizda yaxshigina plus bo'ldi. Demak, ko'rishinglar mumkin, bizani balansimizda $358 bor edi. Adashmasam 8 ta yoki 9 ta AI signal oldik. Boya 5 ta olgan bo'lsa, endi 4 ta olmiz. Общий bizda 9 ta AI signal oldik, ya'ni sun'iy intellekt signalini oldik. Bundan bizga 6 ta plus, 3 ta minus berdi, lekin ko'rib turganinglardek baribir biz plusga chiqdik. Signalli bo'limidan 5 ta biz kopirovka qilib oldik signal, undan 2 tasi minus bo'ldi, 3 tasi plus bo'ldi. Undan ham biz baribir plusga chiqib oldik, chunki martingale strategiyasini qo'lladik. Aytib o'tganimdek, martingale strategiyasini agar sizlar novichok bo'lsangiz ishlatishinglarni tavsiya etmayman. Video davomida biz analiz qilmasdan aytib o'tganimdek, prosta tayyor signallarni olib, ровно $30 foyda qildik. Demak, bu saytda silkasi bizani Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz silkasini opisiyadan olishinglar mumkin. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.